Gobao'yu bana o'ttirtizdan elishning planını ko'rsatdi. Uzun sakal, bugün tuncu görüştük. Bana deydigan qandaq gaplaringiz bor? Kaminalarning qarashicha, jahonni hozirla og'ili bo'ladi. Biroq hozirla idora qilib bo'lmaydi. Sizningcha elni qandaq idora qilguliq? Ko'ngzi taraqqi bilan elni boshqarmoq, Budda dini bilan dilni yo'ritmoq lozim. Nima? Aniqroq tushuntirsangiz bo'lamdi. Ulu qag'an, onun daryosi bo'yidan odam keldi. Yo'lluq Jusey apandidan elni idora qilish haqida ta'lim so'rayotganimni ko'midingmi? Chiqib ket. Ulu qag'an, muhim ish bor edi. Nima ish? Shimoldagi o'rmon xalqi osiylik qilibdi. O'rmon xalqi ovul saqlash qag'onlarga hujum qilibdimi? Ular chiqilmabdi. Tumatlardan Bodoqo'y Targ'un xonim Tumanbesh Qurchi bilan Oqsoqol Qutuqani qamab qo'yibdi. Zar nima shopdi? Aniq ayta. Kelganlarning deyishicha, Tumanbesh Qurchi Janubiy Sarbdan qaytib o'rmon chorlashga borganda Oqsoqol Qutuqaga 30 go'zal qiz cho'konning ishini debdikan. Oqsoqol Qutuqa qabiladagi qiz cho'konlarni so'ringa alohida yig'ib, tallatqizibdi. Tumanbeshi, sizlarchi bu qizlar yo'l bo'yi shamol urib kelgachga ko'zim sal echiyotdi. Undaq bo'lsa, baldiroq aramasizlar. Bu yerdan Budoqo'y Targ'un xonimning Tumat qabilasiga yana qanchalik bor? Yiroq emas. Tumanbeshi, ko'zlari haqiqatan o'tkirkan. Uning qabilasidagi qizlar Budoqo'y Targ'un xonimdek chiroyli. Yaxshi. Yaxshi. Targ'un xonim, ko'rishmagani necha yil bo'libdi. Siz yana shu petib turibsiz. Tumanbesh Qurchi, sizni biroz qiyirib qaptidimi nima? Alg'imini ko'paydigan o'xshamamdilar. Qiyirib qaptmanmi? Yo'q. Men yana shosh otni choptirib, o'q uzalayman. Bir o'ldirishimda bir orqani yevdiman degi. Shundaqmi? Tumanbeshi, marhamat. Marhamat. Sizlar biya saqlab turinglar. Qani. Qani, marhamat. Xo'sh. Tumanbesh Qurchi, ovulimizga el ishi bilan kelganmidilar? Azroq el ishim bor, lekin butunlay el ishi uchun emas. Undaqda Tumanbesh sizlarga mehriga kattira chaqanda lozim edi yoki hayvon terisi, hayvon go'shi, qiyin shirnisi lozim edi. Muborak eg'izirni ochadiganlar bo'lsalar, ovulimizdan deganlarning hammasi tepiladi. Ularga kelmadim. Menga odam lozim edi. Odam? Qo'shinni kuchaytmoqchi o'xshamamdilar. Qanchalik kerak? Cho'qim xizmatlarda bo'laman. Targ'un xonim, Chingiz qog'onning el ishining 30 go'zal qiz cho'konini tanlab olishimga lafzi qilganligini anglagan bo'g'idingiz. Anglagan. Nima? Tex tanlab bo'lamidilama? Tez tutishqisida bo'g'dak. Tumanbeshi siz aliknacha kirib qoldingmi deyman. Endi texi 49 ni ochdim. Amaliyotda men siz Targ'un xonimdan ancha cho'ng emas. Tumanbesh Qurchi, gaplarga qaraganda ovulimizdagi qizlardan tanlaydigan o'xshamamdilar. Dal ko'nglimdagini topdingiz. Xonim, sizni albatta birinchi bo'lib tanlayman. Bir yurakka 2 yarsiq mos deb tikan, qolgan 29 ni qabilingizdan tanlay. Tumanbeshi, sizga yaratdim-da. Xonim, shuncha sumbatli tursangiz, 6 yil ilgari sizni tunji ko'ginimdan tortib, ishga o'tingizda to hozirgacha ko'yib kelyapman. Qabilingizga qiz cho'konlarga kelsak, osmondagi yulduzdek ko'pkan. Ularmi sizdan qilishmaydi ekan. Bo'ladi.
Aval aram edip asla. Bizning bu yerdekiler yaxshi ko'radigan qiyin shirnisini ichib, ardıqlarını chiqirib asla. Qabildagi qiz cho'kallarning hammasini yig'ib kelay. Birasi qipqamısın yana? Rahmat sizga. Xonim nihoyat atrofli o'ylaydi ekansiz. Tümen beşi. Uzun yolunu besip keptilar. Kiyim keçeklerini almashtırıp asla. Atning zinnati egar to'qim degan gap bor emasmi? Shundoq bu. Ma'qul, ma'qul. Buni da. Bo'ladi ekan. Chiroyli ekan. Tümen beşi qurchi. Tallig'idagi otizi chiqqan ekan. Chiqdi ekan. 300'ümü chiqdi ekan. Demak, 300 tanlayman dedilar. Afsus. To'limi afsus. Nimaga afsuslandilar? Shu chaqda ulug' qog'onga 300 ni desam bo'pti ekan. Mayli emasmi? 300 ni tanlaymandilar. Hey, yo'q. Ulug' qog'onning lafzini ilik olmay bo'lmaydi. Bo'ysunmay boshqa amal yo'q. Qog'onning amri bo'yicha 30 ni tanlab turay. Ulaqini. Targ'un xonim. Targ'un xonim. Targ'un xonim, menga chaqchaq qilib o'tamsiz? Targ'un xonim, nima qilganingiz bu? Men tuman beshi sizning xo'jangiz. Nima qilganingiz bu? Ha? Meni qo'yib o'tinglar. Qurchi, ko'zlari kaynlarga o'tib qoldimi? Biz o'rmon xalqini xalqancha o'laydigan elik jaran, xalqancha tutadigan qurtqungiz ko'ratamdilar. Uni avval qamab qo'yinglar. Targ'un xonim, men ulug' Mo'g'ul xalqining to'pkari, sizni yaratganligim baxtalingizning ichilg'ini. Meni qo'yib o'ting, men sizga yigit o'lay deb keldim. Bundaq men g'azabimni keltirib qattiq pushaymonni qilmang yana. To'xtab turinglar. Ma'qul bo'ldingizmi? Menga yotliq bo'lsangiz, men sizni bog'o, yangi tug'ilgan qo'zidek kun bo'yi bag'rimdan ayirmayman. Uni cho'ngroq qashashchiga solab qo'yinglar. Bu qiyr ishqivozga 30 qanjiq bo'ri hamroh bo'lib yotsin. Yo'q, bunday qilmang. Yo'q, meni erkisi qanjiq bo'ri bilan solab qo'ymanglar. Tez bo'ling, darhol bu qanjiqlarni chiqarib o'ting. Targ'un xonim, bo'ling, bu qanjiqlarni chiqarib olsangiz bo'pti ekan. Nima bo'ldi, ulug' tuman beshi? Ham Chingiz Qog'onning ulug' Mo'g'ul xalqining to'kibkari turib bo'rdimi qo'rqamdilar? Men qo'rqitmanman. Meni qo'rqitdi deb qolmang. Shug'inisi, men ularga bek ush. Shundaqmi? Agar qo'rqadigan bo'lsalar, ularni chiqarib etay. Agar o'sh bo'lsalar, yonlarida turaversin. Targ'un xonim, to'xtab turing. Targ'un xonim, men bo'rdan qo'rqatdim. Sizni o'tinib qolay, ularni chiqarib o'ting, ha? O'tinib qolay. Bo'ladi. Siz qachon menga va mening puhralarimga qanday muomala qilish kerakligini tushunib yetganda, ondan bo'rlarni chiqarib etaman. Targ'un xonim, to'xtab turing. Hey! Targ'un xonim.
Men bu böğürlerini köndürgen, sizge hergiz zahim yetkizmeydi. Targun hanım to'xtab turing. Hey! Böğür kelini qurchi yigitga amra qildirgan bo'lsa, bu tömetlarning alayda adı to'qshimamdi, ha? Kılmala boldu. Kudam kutuğa kurçunu kutuldirgile bağmaptım ha? Bu xabarni anglab darhol beribdi. Qutuqa tağa, muş yaşqa kelgandimi Tümet qabilesiga o'zlari keptilar. Muhim ko'rsatmalar bag'ishmamdi. Tumanbesh qurchini qamab qo'ydingizmi? Qamab qo'ydim. Qandaq? Hay, ahmoqkansiz. Qurchi tumanbeshimiz tursa, Chingiz qog'onning ulug' yosqida tumandikilar yuqoridagilarga bo'yin tovliq qilsa, kallasi elinadi deb belgilangan. Chingiz qog'onning yasqida boshqalarning xotin qizlarini bo'lsa, qandaq jazoga tortilganligi kutilmaganmikan? Hay, undaq demang. Qurchining qiz cho'kan tanlashiga Chingiz qog'on burun lavzi qilibdi ekan. Chingiz qog'onning lavzi Mo'ng'ullarning yosqi. Uning ustiga Qurchi ularni o'zining tuman tutunidan tanlabdi. Bu aqliga sig'idi-ku. Uni qandaqsiga boshqalarning xotin qizlarini bulg'an degili bo'ladi. Deganlari yo'lliq bo'lsa-mu, o'rmon xalqining necha 10 qabilasi bor. Tang chashqan holatdami biz tumatlarga aran bir ishki to'g'ri keladigan tursa, o nemishqa 30 qiz cho'kanni bizdan tanlaydi. Bu tumatlarning sharifi emasmi? Qutuqa. Sizlarni fazilatlik mo'yis pichaqlab, aziz mehmon qatorida hurmatlayapman. Meningcha yomonga yantayoq bo'lmag'aylar. Biz tumatlar unda xohlagancha talon-taroj qilindiganlarni emas. Yamonga yantayoq degidingiz demasi. Chingiz qog'onning avatgan tumanbeshini yomon odam deb atamsiz. Samingizga sep qo'yay Targ'un xonim. Chingiz qog'onning ulug' qo'shini ovulingizni chaylab to'pis qilib atmisiz yana. Bo'ladi demasa. Bir ishni baxsam-mi baqid ekanman. Ikki ishni baxsam-mi baqid ekanman. Kelinglar. Labay! Xonim, men buyruqlari bor. Tuzini yeb, tuzlig'ini chaqadigan bu o'lgir qerini qurchi bilan sulab qo'yinglar. Targ'un xonim, men Chingiz qog'onning qudisi. Menga bunda qilsangiz, burningizga yeysiz jumo. Chiqib ketinglar. Qutuqa. Sizni nima deb qamab qo'ydi? Silini deb bo'lmamdi. Bu xotinza oq turinidek chiroyli bo'g'ini bilan mo'rti kelganda toz qo'maydek vahshiy ekan. Undaq emasdi. Necha kundan beri bundaq bir xayol keldim. Targ'un xonim qarmoqqa bo'rdek yovuz ko'ringani bilan, lekin o'zi qo'zidek royishgan. Nima? Royishlig'imi shuma? Elishib qamaganlar. Hey, u 30 bo'rnla men bilan qamab qo'ydi, lekin meni o'ldirmadi deb bekna. Bu nima qilgani? Sizlarchi nima qilganida? Menga ko'zi qiymig'ini. O silini bir tig' bilan o'ldirmay, asta qiynab o'ldirmoqchi. Nima? Unda qilmas. Xanata, yaylaqdan saqlaydigan 2000 chirigimiz bor. Navada o'rmon xalqi fursatdan foydalanib tuyuqsiz hujum qilsa, oqibatiga bir nima degili bo'lmaydi. Xanata, yengila xonbaliqni oldik. Mush fursatdan foydalanib oltin xonlig'ini yo'qtayli. Hozir qo'shinni chekindirsak, afsunarli ish bo'lmamdi. Uzun sakal, siz chichu. Ko'nala aldırgan qala deptiki. Hozirgi kuchimizdan ham so'ng oltin Tang'ut xonliqlarining vaziyatidan qaraganda janubga qo'shin tatgan holatdami oltin xonliqini yo'qtamaymiz. Shum gapni nima qiladi ekanlar? Undaqda oltin xonlig'iga hujum qilmaymizmi? Undaq demagandim. Hey, sen zodin nima demoqchi? Ulug' qag'an, yan qo'shin o'tir tuzanlikni idora qilishdan qo'ydi bo'lsin. G'ol qo'shin yayloqqa qaytsin. Arqa sapni mustahkamlab kuchni to'plagandan keyin fursat kelgan aman hujum qo'ytayli. Qachongacha saqlaymiz? Oltin xonlig'i o'zi halok bo'lguchimi? Talashmanglar.
uzun sakal, so'zlayvering. Altın xallığı, so'ng xallığı hem tangutlar o'zaro tutuşup hal majalından ketib, asuşini yo'qotganda hujum qo'yayli. U chaqda Goboyi degandek avval g'arbiy janubdagi amirliklarni elib, ondan Sun xonligi bilan birlashib, Oltin xonligini yo'qotdiman. Ulu qağan, Oltin xonligining elchisi Jiang Shinshin kelibdi. Ha? Yaxshi, uni boshlab kir. Xo'p. Ulug' Oltin xonligining sol qo'l kengashbegi Jiang Shinshindan ulug' Mo'ng'ul xonligining qag'ani Chingizxon aliylarga salom. Jiang Shinshin apandi, o'rningizdan turing. Aliylar qashqallar. O'tganda 1500 arachinni kayfinga avatsam, eliq o'ng'in so'sa deydigan xoninglar sulh tuzish to'g'risidagi shartga aniq javob qilmabdi ekan. Bu qatam qanoatlanarlik javob. Bu xonligimiz ko'p yildan beri saqlab kelgan. Marhum bo'g'illar ambaga qag'anda qag'an tabarik. Hamda ulu qag'an o'zlari qaytirib beray. Jiang Shinshin, anglashimcha sizlar Mo'ng'ullarning marhum bo'g'isi ambaqay qag'andan qag'an tabarikni saqlab, o'zinglarning saltanati bilan hayvonlarni ko'z-ko'z qilib turdi ekansizlar. Bu biz Mo'ng'ullarga bo'lgan chidiqsiz haqorat. Şu aliylarimiz bunu qaytirib berishga peqirlarni alay devetdi. Avara bo'psizlar. Ambaqay qag'andan qag'an tabarikni ep ketib, obdan saqlab qo'yinglar. Kunlarning birida o'zim qo'shin tortib, kayfimga og'ili boraman. Bo'ptamsa. Atlari Xuanxa daryosini o'tamasmikin? Shuni bilib qoling. Hech qanday narsa bizning Mo'ng'ul chavandozlarini to'sib qololmaydi. Qaraganda xon aliylarimizga sulh tuzish niyatlari yo'q ekanligini ma'lum qiladigan o'xshayman. Shartim bor. Shandong Xebey va biz ilishga ulgurmagan Aymoq noilani menga bilib bersizlar. Gaplar tugidimi? Yo'q. Eliq kichik xoninglar xon degan nomdan voz kechsin. Men uningga Xonanbegi degan o'tiqatni beraman. Ulu qag'an. Bu yo'lsizlik bo'lmamdi. Yo'lsizlik? 18 yil ilgari vaziringlar menga Jahod Quri deydigan hech nimaga arzimas bir mansabni bergan. Lekin men ha degandilar, uningga Xonanbegi degan o'tiqatni berdim. U degan inilarim bilan o'g'illarimning suyirganlik yerdim bir cho'ng. Mardlik qilgandim men. Ma'qul amsa. Sulh tuzish niyatlari bo'lmasa, Xuanxaning janubida chavandozlarini kutay. Ulu qag'an, sizlar o'tirib qo'ygan sulh tuzish shartini Oltin xonligi hargiz qabul qilinmaydi. Ulu qag'an, yayloqqa qaytqilar yo'qmi? Men bu qaytay deb turatdim. Jurjitchiliklari Xuanxaning janubida mudofaa kuchlarini o'rlashtirayversin. Men yayloqdagi oltin qubliq o'rdamda uyqamni uxlayverman. Dayaqa, sen derhal 5000 chavandozni boshlab olg'inchi bo'l. Bo'roqul, sen 5000 chavandozni boshlab keyindan otlan. O'rmondagi Tumat qabilasiga berib, Qurchi bilan Qutuqani qutuldiringlar. Esinglarda bo'lsin, tig' yaroq ishlatishdan burun Targ'un xonim bilan chiroyli so'zlashinglar. U amaldorlarimga qanday muomala qilish kerakligini tushunsa, chekdan oshirayotmanglar. Xo'p, xo'p. Muqali, yo'lliq oqay, mingan qatorliqlardan boshqalarimiz 10 kundan keyin yayloqqa qaytamiz. Xo'p. Ulu qag'an, oq yo'l bo'g'ay. Muqali, sen mening o'rnimda o'ttir tuzlarni idora qilasan. Hanzola xolis kishi durust ish qila debdi ekan. Men hozir sana Tayshibek degan o'toqatni beraman. Sen Mo'ng'ullarning tunji begi bo'lding. Yo'qsa ulu qag'an, peqirlari bundaq o'toqatga loyiq emasman. Nimishqa? Peqirlari ilgari raqiblarining xizmatkori edim. Ulu qag'an, sizlar menga adovat tutmay, meni yaqin nökarlar qildilar. Keyin yana cherish qilib, urushlarga otlantirib, to'tkunliklarning biri qildilar. Hozir 1500lik martabasi berdilar. Peqir ulu qag'anim uchun kallam kessimi, barliq qinim to'kilsimi, qilgan yaxshiliklarni qaytara olmayman. Bu ahvolda ulu qag'animizning o'g'illarimi erishamagan bu o'toqatni qabul qilishga nimadan bo'lsin? Ulu qag'an farmonlaridan yong'aylar.
Düşmanımның xizmatida bo'lgan bo'lsang nim bo'pti. Xizmatkor bo'lsang yana nim bo'pti. Hozir sen mening a'tivoliq sarkardam. O'z harakating bilan ishonchimga erishding. Xizmatimning o'disidan chiqa oladigan doiy sifat botir ekanligini isbotlading. Ilgari nima qilganliging, nima ekanliging bilan korim yo'q. Sen mening toyshi begim bo'lding. Men Chingizxon o'z lavzimda turaman. Lavzimda turmasam, u chaqda Chingizxon bo'lmay qolaman. Muqali, chaqqan rahmat deyting. Uluq qağanımızın iltifatlarına rahmet. Muqali, Tayxan tağının şimalını özüm idare qilaman. Tayxan tağının janubini sening 10 tumakishlik qo'shiningga topshirib beraman. Sizlerden moşundaq çoğunqur iltifatlarına ve işençilerine erişkenken ben muqali çoğum qağanımın kütken zor ümitlerini yer koymayman. Vücudumdaki ahırkı bir tamçı qinimi uluq qağanım üçün aqadı. Men sening qon oqizmay, faqat ter oqizishingni talab qilaman. Qulog'inglarda bo'lsin. Muqali begning farmoni mening farmonim. Kimki farmonga bo'ysunmaydi ekan, Muqali beg men uchun shuning kallasini elishga to'liq huquqli. Ferman berdormiz! Hey, sanğın ayağa! Canım uçup ketken qaqırlar yana yaylaqa qaytib kepti o. Ha, peshqadam jurchaday sarkarda. Sizlar yana qarg'aydek sog'lom turibdilar. Xon validimiz bilan ulug' xotin yaxshi turgandi. Yaxshi, obdan turvatıdı. Börte hatun kızı bilen nevri kızdan ensirep sizni avulga salamga kelmeyla. Odul ormanı berip noqt sağzımıgan helik keçir Tarğun xanımını boysundursun deydi. Heh, Ne boldu ya sanğın, micazınız yok ma? o qeyri ishqovozni qutuldirish uchun meni urushqa avatganiga ko'nglim bakli beram bo'layotdi. Bu qeyri sevrik aygır bu qetni burnu yegendo. Talavatsiz, yaylaqdan kız şamili ziyan qılmısın yana, ha? Rost deydilar. Ha, qizni yutibman. Moşiyada tünmey, meni yüremsiz. Ha, to'g'ri. Mo'shiya tunayli. Muşyadi tüneyli attın şula! Oyog'i og'rib qoptimi? Azroq soğuk ötken oxşaydı. Rasma? Ah, Og'riqmama yolg'oni bo'lamda. Oyog'ining yaxshiligini ajab unutmaydi ekansiz, ha? Yana gumonlar qo'zg'aldimi? Yo'q. İşletgan odamdan gumonlanma, gumonlansang ishlatma debdi ekan. Mendan farmon, Bo'roqul Chindovullikdan olg'inchi bo'lib, tumatlarni bo'ysundursin. bor oqulma. O sel yaşlı kılarmikin deymen ha. O çoğun oldu. Anamның 4 asrandi o'g'lining ichida o 4 kulikimning biri. Egri vazifani o'disdan chiqalaydi. Birsi meni uluq qağanға tavsiya qildimi yoki uluq qağan o'zi meni tilga oldimi? Ulu qağanı özü belgiledi. Qurchining qiz cho'kan tanlayman deb topgan balasi uchun urushga berishga zodirayim yo'q. Biroq uluq qağan farmon qilgan ekan, bo'ysunmay amal yo'q. Bor oqul, Tarğun xanım ayallardan çıkan batır. Herkes bexaslik qıpsanma. Cho'qim o'z qo'lim bilan tutib kelaman. Lekin foydasini qurchi oladi. Xuddi ishparkiyikni o'lja ilib itiq tashlab bergandek bo'ladi. Yursizlar. Mendan farmon, qo'shin tortib Bayqal ko'liga otlanayli. Otdan tushayli. Adışıp kaldık. Kendimizi yenip qaytib kelaylik. Sizlar bu yerda saqlab turinglar. Sizlar bir nechanglar yuringlar. Oldimiz yo'lga qarab boqaylik. Bu qaysi nasiya bo'g'iti? Xap. Aşı jadigar Tarğun xanımni tutib oldigan bo'lsam, cho'qim qiymi-chiymi qilib etaman. Qo'rqib! Meni qiymichim qilib etmoqchi eding-ku. Seni avval men kirpi qilib etay. Hey! Etinglar!
qiymichimi qila oladingmi? Hey! To'xta! Borqul, sen Chingizxonning onasining asrandi o'g'li, ham Chingiz Qog'onning atvarliq to'tkuligining biri. Kimligimni bilgan bo'lsang, bo'yningni qilchimiga tutib bermamsan. Borqul, meni qo'rqib qolma. Mening seni o'ltirgim yo'q. Hayotlik yo'li beray. Qaytib berib Chingiz Qog'onga deb qo'y. Uning bilan qarshilashqim yo'q. Faqat hiliqi ishqiboz Xurchidan xo'sham ketdi. Odam avatib men bilan murosalasin. Seni o'ltirgandan keyin ondan murosalasin. Hay! Borqul, meni o'ltirishga majbur qilding. Itingla! Tarğun xanım, adamlardan hamısını öldürüp yeteyli. Qaytib berib Chingiz Qog'on xabar qilmasin yana. Bo'ldi qilinglar. Chingiz Qog'on bilan urushqig'im yo'q. Boroqul inim qirollik yeshidigandan ayrildi. Hammasi mendeki xatolik. Uni evetmisem bo'pti-ki. Hanaga, anam uqsa, qattiq qayg'uradigan bo'ldi. Ulug' Qog'on, anamga hargiz uqtirmayli. Hozircha onamdan yo'shirib turayli. Bunda poyintavli qiladi ekan. Men o'zim qo'shin tortib tumatlarni tub-tuz qilayman. Buroqol uchun qisas olaman. Ulug' Qog'on, tumatlar har qancha kuchli bo'lgani bilan bizning oldimizda tarixchilikli bir el. Qobil sarkardadan bir nila avasili kupoyi. Ulug' Qog'on, Boroqol men uchun o'lgan. Men boray, uning qisosini cho'qim olaman. Ulug' Qog'on, sarkarda Nayaga bu vazifaning o'disidan tamoman chiqa oladi. Biroq u bu qitim Boroqolning qisosini og'il emas, balki o'rmon xalqining qalbini moyil qig'ili bo'lsin. Tumat qabilasi kichikkina bir qabila. Ularni yo'qotmoq tas emas. Lekin bu qitimki qilayimqanchilikni Tumanbesh Qurchi qizcho'kan tanlayman deb paydo qilgan. U Targ'un xonimni xotinlikqa olaman. Faqat Tumat qabilasidan majburiy 30 xotin olaman deb ularning g'azabini keltirgan. O'rmon xalqi bu ishning bosh oxirini 5 qo'ldek biladi. Agar Ulug' Qog'on Targ'un xonimga kangchilik qiladiganlar bo'lsa, u chaqda o'rmon xalqi o'zligidan o'zlariga itoat qiladi. Agar Ulug' Qog'on ochiqlarga hay bermay, tumatlarni yo'qotqili bo'lsalar, o'rmon xalqi sizlar Ulug' Qog'onimizdan qo'rqishi tabiiy. Lekin chin ko'ngildan Ulug' Qog'onimizga moyil bo'lmaydi. Navoda Ulug' Qog'on yana yiroqqa yurish qilib qolsalar, o'rmon xalqi yana g'avg'o ko'tarib qolsa, u chaqda chatoqning cho'ngi chiqadi. Bu gapingiz menga ancha xo'sh yoqmadi. Lekin deganlaringiz to'limi o'rinliq. Nayaga, Xo'sh. Targ'un xonimni tirik tutib kel. Xo'p. Hay. Sizlar 5 ga bo'linib, taqqa asta chiqinglar. 5 tarafdan ovulni bir xil qo'rshaylik. Xo'p. Sarkarda Nayaga tumatlarni butunlay qo'rshab bo'ldik. Ha. Qaranglar. Avul nima degan jimjit? Targ'ut xonimning qavmlari devdek uxlaydi ekan. Yaxshi, ularni hozirlik tushida uyg'otaylik. Yuringlar. Targ'un xonimga siz. Meni o'ltirsangmi o'ltir, lekin qavmlarimni o'ltirma.
Xanım xata o'ylab qapsiz. Men Chingiz qog'aning farmoni bo'yicha sizni o'rniga kengashga taklif qilg'ili keldim. Meni nada o'ltirsanglar, baribir o'xshash. Koldirlatib, avara bo'lmanglar. Targ'un xonim, samimiyat bilan da'vatman. Bu sizning samimiyatingizmi? Hammasini qo'yib yetinglar. Hozir tomoq yeydigan vaqt bo'ldi. Ey, Mamamdoq, chaqqan ketaylik. Tez. Yeshib yetinglar. O Chingiz qog'onimizning mehmoni. Bo'ladi. Siz bilan baray. Meni o'ltiramsizlar, chapamsizlar, ixtiyoringlar. Lekin qavmlarim qolsin. Nayağa! Salg'un ayağa. Nayağa! Salg'un ayağa! Salg'un ayağa! Ahir kepsiz! Ahir kepsiz! Bu xotin meni böyle yem qilib etkili tas qaldı. Neymiş onu bağlap koymaysınız? Bu xotin adam yediğen kancık böğürken. Qo'rchi, sizni bo'rik yigiz etmagankan, buni yomon ish degili bo'lmaydi de. Bu nemi deganiniz? Bo'ldi. O'zingiz topgan bolani qog'onga o'zingiz tushundiring. Cheriklarni yig'ib qaytaylik. Targ'un xonim, qani marhamat. Chingiz Xon salom. Nayağa, o'rnidan tur. Ayg'oqchilarning deyishicha, tiq qon tekkizmayla, tumatlarni bo'ysundiribsan. Ko'rsatgan xizmatingni hargiz unutmayman. O'la qog'onga rahmat. Qudam qutuqa, chaqqan turing. Hayotingizning xavfga uchrashiga qaramay, tumat qabilasiga avatgan tuman beshimni qutuldirg'ili berib, eng ishonchli tuqqanim va sodiq sarkardam ekanligingizni isbotladingiz. Uni qog'onga rahmat. Targ'un xonim, turing. Ulu qag'an, meni o'ltirvasizlar. Ikki sarkarlarni qamab qo'ydim. Yot urug' inlarini etib etdim. O'zimga loyiqman. Bu gaplarni qo'ying. Bugun qutlug' kun tursa, ha? Ulu qag'an, sharafga o'lishni xohlaymanki, haqoratlanib yashashni xohlamayman. Hay. O'ylag'anlarim bor. Chaqqan turing. Ulu qag'an, tömetlerinin qalaymuqanchilik paydo qilishiga, validemning asrandi o'g'li Buroqulning o'limiga men sababchi bo'ldim. Ulu qag'an, meni jazolig'ayla. Kechirgisiz gunoh qildim. Bilamsan yo'q. Buroqulning qalaymuqanchilikda o'lganlik xabarini ta hozirgacha validamga qanday tushuntirishni uqmayapman. Shu chaqda 30 güzelni amringga elishingga lavz qilganim uchun endi pushaymon qilyapman. Ulu qag'an, bundan keyin 30 güzel qiz cho'kanning gapini hargiz tilg'anmayman. Yo'q, gapim gap. Lavzimdan yanmayman. Japa chekdinglar. Sizlarni xotirjam qilish uchun eng isil qimizlarni tayyorlab qo'ydim. Ikki ishni uqtirib qo'yay. Bir ish, o'rmon xalqining 1500 qurchi nurg'un jafolarni chekib, oxiri 30 go'zal qiz jo'kanni tanlab bo'ldi. Yana bir ish shuki, men ega bo'lib, Targ'un xonimni Qudam Qutuqaga yotliq qilaman. Targ'un xonim, endi ayol qudam bo'ldingiz. Ulug' Mo'ng'ul xonligidagilarning bir oila kishilaridek o'tish uchun bu qachidagi qimizni ichib yetinglar. Ulu qag'an, sizga birini tutay. Nemishqa echilib o'tirmaysizlar? Bugun qutlug' kun tursa. Shega qutuq. Ulu qag'an, So'z kelinsin. jaqalgan bu gapdi. U sizga bayat qilg'il keldim deydi. Nada? Orda sirtida.
Bugün xo'shallik ustiga xo'shallik bo'ldi. Yura, oldiga chiqaylik. Jaqagan bu taqa. Boshpanasiz qolgan Jaqagan bo'din Chingiz qilgan oliylarga salom. Ay. Ha. Jaqan turinglar. Turinglar. Esimda qilishicha, Amirxon bizni yurt makonimizdan qo'g'lab chiqarib atganda, Qaratuniga Amirxondan urush to'xtatishini talab qilib Balgutayni avatsam, siz Balgutaydan Amirxonga ishinib ketmang deb xabar yetkazibsiz. Yana Balgutayni Sangumning qurshovdan qochirib o'tishga yordamlashibsiz. Qilgan mushu ikki yaxshilig'ingizni men Chingizxon umr bo'yi qaytarib bo'lolmayman. Chingizxon. Undaq desini xijil olmamdiman. Men akam bilan jiyanimning sizlarga qilgan askiligi uchun yuzimni ko'tirib oldilariga kelanmadim. Necha yildan beri ota bola to'xtog'aning keynida sarson bo'lib yurib, ishning kunini ko'rdim. Necha qitim o'lib qutulay debmi o'yladim. Lekin tug'ilib tuz kerak kun ko'ramagan Mono qizimni yana o'yladim. Kela. Jaqagan bu tog'ining guldak chiroyli Solota deydigan qizi bor deb anglagan. Mush qiz shumi? Ajizlardan ulug' qag'anga salom. Ulug' qag'an, agar ma'qul ko'rsizlar, bu qizimni sizlarga tortiq qilaman. Xizmatlarda bo'lsin. Yo'q. Bu qizga yeshim bak ko'ngli qiladi. Ulug' qag'an, qizimni yaratmayotgandilar. Yo'q. Sizni hurmatlayapman. Uning ko'yinayapman. To'loy balamning kichigi, Mong'ollarning odati bo'yicha u o'chig'imning o'tini o'chirmaydigan o'tchi. Men ega bo'lib, Solotani To'loyga og'ich beka qilib beray. İkisi menga qo'sh bo'lib o'ssin. Ulug' qag'an, bundaq sha'nu shavkatga munosib kelmasligimdan xijil bo'lyapman jumon. Bu gapcha ma'qul bo'psizda, ha? Solota teqi o'g'lim To'loyni yartamdi yo'q. Ulug' qag'an ega bo'g'aylar. Ayanxonning o'g'li Kuchlikni markitlar bilan birga deyapsiz. Ha, Undaq bo'lsa To'xto'g'a hozir nada? To'xtog'ani necha yil ilgari Sanug'un Subutay o'ldirib atgan. O'g'li qud qarindoshlar bilan Naymanlarning asli makonining kun petish tarafida yana nurg'un qavmlarni to'pladi. Xanata. Bu hunarvallarni yaqinda o'ttir tuzlanlikdan ep keldik. Yaxshi. Subutay. Jaqagan bu markitlarning xabarini ep kelibdi. Qud qarindoshlar bilan Naymanlarning asli makonining kun petish tarafida nurg'un qavmlarni to'plab bostirib kelmoqchi bo'lib o'tibdi. O'tganda ishni yaxshi o'rindayolmadim. Yo'q. Sen qudlarning dadisini o'ldirib o'tib, nurg'un odamlarni yaralandirib, ularni o'q tekkan oqsoq bug'iga salmoq tushgan qulonga aylantirib qo'yding. Bu katta to'pang hisoblanadi. Ulug' qag'an, bu qitim ularning yarasini saqaytib olishiga, bo'ynidagi salmini chiqarib olishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Ulug' qag'an. Ha, to'nadim. Saliqi o'ti yaralaydigan o'qimishli odamga. U hozir bu hunarvallarning yuzbeshi, bu temir talganlarni u yasadi. Yaxshi. O'ttir tuzlanliklarning shaharga hujum qiladigan yaraqlari yomon emaskan. Yasashni bilamsan. Ulug' qag'an, sizlarga kerak bo'lsa, yasashni o'rganalayman. Undaq bo'lsa tezroq o'rgan. Keyincha toza lozim bo'ladi. Xo'p. Subutay. Bu qatim kun petishga yurish qilishga 20 yil yo'l mang'asan. Jo'chi, sen bir tuman chavandozni boshlab, chin davul bo'l. Xo'p, Xanata. Subutay. Tog' daryolardan eshib, tuman chaqirim yo'l bossan. Cho'qim otlar bilan cheriklarni asragan. Ularni holdan ketkizib o'tman. Ozuq-tuliklarni tejashlik ishlat. Cho'l bayovan, tog' davollarni bosqanda cheriklarni tizginsiz o'g'sanma. Bo'lmasa, yurishinglar keyniga so'riladi. Agar yasoq qiqlablik qilsa, bog'lab qo'yib qamchilar. Tunish bilishlarimiz bo'lsa, ularni oldimga aylab kel. O'zim bir taraf qilaman. Tunimaydiganlarimiz bo'lsa, shu yerdalar kallasini ol.风从草原走过，吹散多
多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家园，因为你而辽阔。到